Assalomu alaykum YouTube'dagi ko'kalar, shuning uchun zavodskiy ustonovga qiynladingmi? Ya'ni propan ustonovga qilib bermoqdamiz. Hidi chiqmasligi uchun qilinadigan xizmatni hammasini aytib o'tamiz. Captiva 3 motori, ichkarida Legenda Nexus 2 mashinasi, tomonda Cobalt avtomobil. Xo'p, bu avtomobilga qanaqa xizmat qilib beryapmiz? Tarello eng original bo'lgan reduktorlar. Bu reduktorda mana shu joyidan ko'pchilik poddelkasini qo'ysangiz, propan hidi chiqib ketadi. Va ahamiyat berilgan qismlaringiz mana shu xomitlar. Qaytarib o'tamiz. Har bitta detalini bizga ustonovga kelgan vaqtida ochiq oyda aytamiz. Mana original xomitlar bu обязательно shart, chunki propanni hidi chiqmas. Mana Xitoy bo'ladigan bo'lsa, bu chiqarib olishi mumkin. Keyin dutka. Mana shu dutkani 3-pakinani qo'ygan vaqtida ko'pchilik shuni qo'yar. Yo'q, buni o'zi usulini qiladigan joyi bor. Har bir ishni sekreti bo'lganda, bizda ham ishimiz sekret bor. Kelsangiz, kafolat oldi jihozga 1 yil beramiz, balonga 10 yil. Обязательно biz обратga klapan qo'yamiz. Bu klapanni qo'ymaydigan bo'lsangiz, balondan kelgan давление прямой reduktorga keladi. Reduktorga kelgandan keyin o'sha reduktor постоянно нагрузкада turgan hisobiga propan hidi chiqadi. Shuning uchun обязательно bu klapan kerak. Chunki mashin birinchi zavod qilganingizda albatta benzinda bo'ladi, keyin sразу propanga o'tgan vaqti bu klapanni ochadi, keyin давление reduktorga boradi. Ustonovka yubileyni bo'lmoqda. Kimgadir propan yoki metan narx-navoz qiziq bo'lsa, Sirdaryo metangizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, siz xohlaganda sifatli propan va metan kafolati bilan 24 ga yetdi. Siz aziz obunachilar uchun taklif qilamiz, qaytarib o'tamiz. Biz realni o'zimiz ustamiz. Keling, kafolati bilan ustonovga qilib beramiz. 24 ga yetdi. Obuna bo'ling barcha turdagi avtomobillarga.